kuni mehmonlar kelibdi. Endi u kishining huzuriga kelgan mehmonlar endi oddiysi ham bo'ladi va shu mintaqadagi ahli ilmlar, katta odamlar ham doim ziyoratlarga borgan. Masalan, Allohon Taolo Sog'uniy, Oltaxon to'ra Taroziy va hokazolar ham u kishining ziyoratlariga kelib ketib turar ekan. O'sha davrning eng katta shoirlari Habibiy bo'ladimi, Ulfat bo'ladimi va hokazolar. Ular ham ko'p kelishar ekan. Aytyapman, u kishi nihoyatda katta dargoh bo'lgan. O'shanaqa ulug' mehmonlar kelib qoldi. Keza 3 yashar nevara, bola-ku. Dada qand bering, opada qand beringmi deb shu to'polon qilib nima qilibdi? Sal besaramjon qilibdi. Shunda opadam Muhammadxon o'g'lim, keling o'tiring, mehmonlar kelibdi debdilar. 3 yashar bolaga. Desa, endi 3 yashar bolaning parvosiga keladimi bu gap? Ha, u yana o'ynab yuraveribdi. Muhammadxon mehmonlar turibdi, biroz bular ranjib qolmasin, keling o'tiring. Sizga qand beraman, patir beraman desalar ham endi yosh bola-ku. Parvo qilmabdi. Shunda keyin unisi sekin nargohoniga olib chiqishibdi. Mehmonlar ketgandan keyin opamdan Muhammadxon qani debdilar. Desalar, ha o'ynab yuribdi, chaqiring bu yoqqa. Olib kelib o'tirgizib, o'g'lim, hali mehmonlar kelganda siz keling desam o'tirmadingiz. Ular bilan gapimiz, suhbatimizga sizni to'polaningiz xalaqit qilib qoldi. Bu durust bo'lmaydi. Endi mana nima qilsangiz qilavering. Ha, mendan ranjimadingizmi degan ekan. Bizdan ranjimadingizmi? Mana endi ular ketdi. Endi o'zimizmiz. Endi xohlaganingizcha mana nima qilsangiz qilavering. Haligi holatga guvoh bo'lgan, bizga aytib bergan kishilar aytadiki, qo'zg'omlarning deydi axloqi deydi, yosh bolaga bo'lgan munosabati, tarbiyasiga biz men hozir o'ylasam hozir ham qoyil qolaman deydi.